To'xtash yo'q, ha, o'tirda. İbo'mizdan saklaydigan bayroqlar. Ha, mushtarak. Ha. Mandasiga sizlarman. Bizning bu komandamizdagi bolalar asosan boradigan bolalar muqim bo'ldi. Tayyorliqlari yaxshi, asosan fit bo'ldi. Biz har zaman mangishga tayyorlik ko'ryapmiz. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda mashqni davomli olib boryapmiz. Bolalarniki kayfiyati shunday yaxshi. İşlettan degan gap. Masalan, bir odam jiroq turdi-ku, turda jiroq to'p saqladi-ku. Men mudofiya qilmoqchi. To'xta degan ish kim boshqa mediyadimi-so? Men nay xato bo'ldi, ashlar deyishim. Zo'nz qalay qolishdi, ha? Top kimni tutyapman? Sizda. Ha, to'p men chatni boshlig'ini. Biz Gollandiya futbol komandasi qattiq mashqda. Tayyorligimiz hamma jihatdan asosiyat fit bo'ldi. Biz hozir Turkiyada bo'lgan bo'lsak, 400 bilan saqlatamiz. Buxtum Turkiyada bo'lgan musobaqa futbol musobaqasi emas. Shunda bir Ahmet Uyg'urlarga nisbatan shunda Ahmet muhim bir cho'ng bir yig'ilish faoliyatimiz bo'ladi. Shu Gollandiyada bo'lamdi. Hatto vatan ichida yashayotgan Uyg'urlar bilan sizlar kutgan umidinglarni hargiz yeydi qo'ymaymiz. To'xta degan, mana. Qara, siziq chiqarta. Beravat boldirab. Qata yana boshqa. Ha, ikkilar birsa. Sa. Uyg'urlardan saxovatchi qarindoshlarımızın yardım bilan işlerimiz asosan tutdi. İqtisod ishlarimi hammasi hal bo'ldi. Bolalarniki ro'y kayfiyati yaxshi, naydi. Bular mashq qilish ahvoli, qizg'inligi, bu mashqqa, bu musobaqa tutgan pozitsiyasi intayin yaxshi. Bular jonliq hem ko'tarangi ruh bilan mashq qiladi. Shu yerdagi Uyg'ur qarindoshlarımizga yaxshi ta'sirotlarni berib, shular bilan uchrashib, do'stlik o'rnatish shunday maqsadda bo'lg'ashqa, bularning kayfiyati shunday yaxshi, ko'tarangi. Yetakchi xodimimiz ham rep, terner bular jami 19 bo'ldi hozir. Qolgan bolalarni ham afsus berishga, komanda qo'shib opirishga qulaysiz bo'lib qoldi. Ammo bular o'zlari komandadan sirt berishga tayyorlik qilyapti bularni. Mudafiya jonlar qilmaz, nar tursa. Siz nar tursa o'ylab baq. Ha. Ha, yaxshi. Shu 3 tayyoqi Turkiyadagi musobaqa qattiq tirish mashq qilamiz. Bolalarniki ro'yimi shunda jo'shqin. Inshaalloh shu 3 yil burungi natijani saqlab qolamiz deb tirishyapmiz endi. Bolalarniki hammasini kayfiyati shunda yaxshi. Inshaalloh mashqlarimiz shunda obdan bo'tadi. Bizga yaqindan yordam qilgan qarindoshlarımizga ko'p rahmat. İnşallah sizlarning umidingizni hargiz yod qo'ymaymiz. Yaxshi natijalarni ko'ramiz. Do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi. 10-san nechadan bordi? Neymiş yatakni o'rlashtirib qo'yinglar. Agar keldi 10-san necha? Gollandiyadagi Uyg'ur yoshlarimiz Gollandiyadagi Uyg'urlarga vakil bo'lib Turkiyada o'tkaziladigan Dünya Uyg'ur lonkisini talish musobaqasiga menish oldi turamiz. 6-oyda hammamiz hukumiz bütün dünya lonkisini talish musobaqasi Brazilda bo'ldi. Futbol kuyini, futbol iyi bo'lib qoldi bu. Bu yerda hammadan xo'sh bo'lganimiz bizning iqtisodimizga maxsus bir Uyg'ur yosh yigitimiz sponsor bo'lib, mush qitimliq ketadigan bütün xarajatni ko'tarib, bizningki Uyg'ur jamoatining nurg'un yukini yengillatdi. Bu yerda mush iqtisod yordam bergan inimizga alohida rahmat. Allah işlerini texmi oson qilsin. Gollandiya Uyg'ur futbol komandasininki mashqi 6 oyga yaqin jiddiy ilib berilyapti. Hozir oxirgi vaqtlarga to'g'ri keldi. Gollandiya Uyg'ur vatandoshlarga vakolatan 19 komanda a'zosi rasmiy musobaqaga qatnashmoqchi. Bular 6-oyning 10-kuni Turkiyaning Qaysari shahriga tushdi. Mushu Gollandiyadagi komandaningki Turkiyaga musobaqaga qatnashib kelish uchun mush Gollandiyadan kuch chiqargan barliq Uyg'ur qarindoshlarga, bütün Gollandiyadagi Uyg'urlar nomidan mush komanda nomidan rahmatimizni bildiramiz.
ve en ahırda şu Gollandiya Uyghur komandasınınki Türkiye'den ait yaxşı neticelerini kazanıp qaytib kelishini ümit qilamiz. Bu qatımlıq musabaqa faqatla bir qatımlıq oddiy bir futbol musabaqasi emas. Bu bütün dünyadaki Uyg'urlarninki Türkiye'de yig'ildigan bir nəhayət çoğ bir Uyg'urlarning yig'ilishi bo'lib hisoblanadi. Mush qatımlıq Türkiye'de o'tkazilgan futbol musabaqasining nəhayət g'albilik o'tkazilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bütün dünyadaki Uyghur qarindoshlar Türkiye! Hurra! Hurra!